Suv sport turlari orasida shundaylari borki, unda faqat suzish kamlik qiladi. Masalan, suv polosi ham aslida gandbol va suzish sport turlari elementlarini o'z ichiga oladi. Qolaversa, mamlakatimizda bu sport turi bilan ko'plab yoshlar shug'ullanishadi. 11 noyabr kuni Toshkentdagi suv sporti saroyida suv polosi bo'yicha respublika chempionati yakunlandi. Musobaqa kattalar orasida respublikamizning 8 ta viloyatidan yig'ilgan erkaklar jamoasi hamda 4 ta viloyatdan kelgan qizlar jamoalari o'rtasida o'tkazildi. Chempionatimiz juda ham raqobatga boy bo'lib o'tdi. Shu bilan birga bitta narsani ta'kidlashimiz kerak. Mana bugun Sirdaryo, Xorazm viloyatlarida ham jamoalar shakllanib, mana shu chempionatda ilk marotaba ishtirok etishyapti. Xususan, erkaklar bo'yicha Namangan va Toshkent jamoalari final bosqichigacha yetib kelishdi. Match davomida kuchlar teng bo'lganligi sababli g'olib nomi penaltilar seriyasida ma'lum bo'ldi. Birinchi o'rinni Namangan viloyat vakillari qo'lga kiritishdi. Qizlar orasida esa g'oliblikni birinchi sonli respublika ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi tarbiyalanuvchilari egallashdi. Biz bu musobaqada birinchi o'rinni egalladik. Biz birinchi sonli sport maktabi o'quvchilarimiz finalda Namangan viloyati bilan bahslashdik. Bu turnirdagi barcha o'yinlar menga juda yoqdi. Bu uchun barcha sport maktablari va vazirlikka minnatdorchilik bildiramiz. Namangan viloyati terma a'zosida o'ynayman. Ikkinchi komandamiz 3-o'rinni oldi. Hozir birinchi komandamiz Namangan. O'sha litsenzionni chempionat bo'lgani uchun hozir birinchi o'ringa kurashishyapti o'yin bo'yicha. Shu suv polosi bo'yicha olimpiya qo'mitalariga kattadan katta trenerlar uyushtirgani uchun kattadan katta rahmat. Ya'ni trenerlarimizga Mishtikov Ravil Shamiyevich, Plitnyov Oleg Kazimович shunchalik sharoit yaratib bizga musobaqani tayyorlab berishdi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, ushbu musobaqa suv polosi bo'yicha karantin davrida o'tkazilgan birinchi turnir hisoblanadi. Bundan tashqari ushbu musobaqada birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa vakillari oliy ta'lim muassasalariga imtiyozli ravishda qabul qilinadi.